Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, men Ermatova Ozoda G'aybullayeva. Tabobat yo'nalishida 35 yillik stajga egaman, ish yuritaman. Bu toza mumyo. Mumyo to'g'risida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Mumyo ming dardga davo bo'lib, singan, chiqqan suyaklar muk bo'lishini davolaydi. Qonni suyultiradi, yurakka quvvat beradi, ovqatlarni yaxshi hazm qildiradi, ko'ngilanish, kekirish, jig'ildon qaynashni davolaydi hamda sahr, diabet kasalligida ham iste'mol qilinsa bo'ladi. Hamda soch to'kilishida ham shampunga solib qo'yib eritib 10 kun davomida tindirib, keyin xususiyatiga ega, to'kilishini to'xtatadi. Kesilgan yaralar bo'lsa, shundoq sursangiz tez bitiradi, yiringlagan yarani ham bitiradi. Mumyo bemor yoshiga qarab iste'mol qilinadi. Bemor yoshi nechida bo'lsa, shuncha kun iste'mol qilinadi.